Cherdim. Hammaga salom do'stlar. Sizlar bilan Lock Gaming. Sizlar bilan Zombie Catcher o'ynayamiz. Birozgina qotyapti. Mana to'g'rilab oldik. Uzr do'stlar, 35-levelga chiqib qo'ydim uni oldin. Bugungi maqsadimiz 40-levelga chiqish bo'ladi. Biz buni kuchaytirishimiz kerak. Do'stlar, mana biz ancha kuchaytirganmiz bularni. Mana Puli VIP edi lekin. Mana zo'ridan bordi. Akalar bizda. Ukamlar urushyapti, akalar. E'tibor bermisizlar. Hozir o'zim qarab qo'yaman. Shoriz o'ynab Uzr do'stlar, mana to'g'riladik. Uzr, ammo lekin do'stlar, xatoyimizni kechirasizlar degan umiddaman. Shunday. Hozircha DLC'ni ham o'ynab ko'rmoqchimiz. Undan oldin bu o'yinda 40-levelga chiqarib olaylik. Sizlarga tanishtira olaman degan umiddamiz. Uzr do'stlar, yonimda do'stim ham bor edi. Ko'rdilaring tuzog'imiz. Anchaga ish beryapti, xudo xolasa. Xudo xolasa buni ham kuchaytiramiz. Muzladi. Uzr do'stlar, shu delfin ushlash sal qiyinroqda. Lekin biz uddalaymiz. Yana do'stlar, mana shu ikkitasini qo'qib olaylik bo'ldi. Shpaq bo'ladi. Chanurida do'stlar. Yo'q, bana Mubomrod. Ular qochib ketmaydi degan umiddamiz. Qochib ketsa kerak. Yo'q, lekin biz ushlab olamiz. qochmaydi degan umiddaman. Uzr, ammo lekin do'stlar, bittasi qochib ketdi. Ana endi sizlarga boshqa nimalarni obzor qilib ko'rsatamiz. Mana 3 ta zona ochib qo'yganmiz mana da. Bitta kampir xolamiz bor. Chuchqa mingan. Chuchqasi yomonda buni. Uzr do'stlar, pulini VIP qilib oldik-da buni. Aybga buyurmishlar endi. Mana deb bosam. Hozir ko'ramiz. Nima bo'larkan? Bag'i yaxshi bo'lib ketadi degan umiddaman, do'stlar. Xo'sh, bizga nimalar kerak? Tabii. Bugun sizlar bilan mana uni ham qoqishtirib kelamizmi? Mayli. Sizlar uchun iltimos obuna bo'ling, like bosib qo'ying. Buni shiti bor-da buni.
Ancha ushlash qiyinroq. Uzr do'stlar, qochib ketdi. Hozir boshidan boshlaymiz. Ana boshidan boshladik do'stlar. Aka yurmishlar, joni bitta qoldi. Endi uni bitamiz degan bitamiz. Chunki qalqoni borligi uchun bitta qiyinroq. Va kallasini headshot qilib qo'ydim-u. Hit berib yubordik kallasiga. Kallasiga qattiq hit berildi bir hafta. Hand boss kerak ekan biz hozir bu yerga qaytib Uzr do'stlar, bu video sal kesilgan joyi ko'p bo'ladi. ukalarimiz urushib qoldilar. Bekor pul chiqdi. Pulimiz yo'q do'stlar. Qani ko'rishchi. Amma miltoqlar bo'lgan do'stlarni ko'rishing. Ulardan mana jichcha mash 36 qilsak do'stlar bo'ladi. Endi sizlarga biz DLSini bugun tortgan edik. Account pastroq apga buyurmishlar. Mana o'yinlarimiz, mana DLS accounti jichcha pastroq edi-da do'stlar. Shunga buyurmishlar. Uncha ko'p o'ynaganimiz yo'q edi. Ancha qolib ketdi. Endi to'xtab qoldik, yangilashga ulgurdik, lekin yana yutibmiz. Ukalarim Boshida o'ynab qo'yardim-da do'stlar. Nevis ketdi. Bularni ortishga harakat qilaman. Harakat qilaman. Qani ketdik. Mana bitta do'stim akkaunti bor-da, u hamma ko'klar to'plab qo'ygan. Messi bor edi, o'chirib tashlabdi. Hamma bo'pti. Birinchi hujumimiz ish bermadi, endi mayli kalladan umid. Yo'q, kalla ham ish bermadi. Hop, hop. O'ziga berib qo'ydik. Uzr do'stlar, maytda apamlar ham bor edi-da. Sal kesish ko'p bo'ladi-da bitta. Uzr do'stlar. Ancha qiyin bo'ldi. Va'da to'sdi. Zombi kart cherda ikkinchi qismi ham bo'ladi do'stlar. Aybga buyurmish. Mikrofon chiqaraman. Kommentga yozing, agar chiqaring desalaring chiqarib qo'yaveramiz. Hamma o'yinni sizga o'ynab ko'rsatib beraveramiz. Secret'ni ham chiqarib qo'yaveramiz. Va gol urilmoqda bu yerda. Isofu urdi. Endi yangi olgan futbolchim edi. Sariq Messi keldi, lekin uni ola olmadim, ketib qoldi. Nega Gol bo'ldi. gol? Inshaalloh golni 9 ta qilaman.
Nega 9 ta qarang. Ketdik. Garkas. Yo'q, safe. Do'stlar. Safe bo'ldi bu yerda. Safe. Chiroyli safe bo'ldi. Bulardan chiroyli chiqdi va kalla urildi, lekin to'sildi top. Mayli, omad tuzmaymiz. Tepildi Gakpo patkat bilan o'ynamoqchi edi. Out bo'ldi. Ebay Konak. Yo'q, Konakka o'tmadi. Dominguez offside ga kirib qoldi. Sofu offside ga tezlik kirib qoldi. Garkas Sofu offside ga kirgan futbolchimiz. Sofu va gol urildi. 5 daqiqalik tanaffus boshlanadi do'stlar hozir. Tez o'ynash kerak. Bo'ldi 5 daqiqalik tanaffus boshlandi. Uzr do'stlar, sal reklama chiqib qoladi. Dudu o'yinga tushdi do'stlar. Dudu Bu to'pni olib qo'ydi, sherikka oshirdi. Raqib jamoa qo'ydi va yo'q. Isofu nima qilayotganini bilmayapti. Garkas o'zi harakat qilib ketdi. Va Gol suqdi. Gol suqib kelmoqda. To'rni hisob ochildi. Garkas yana. Garkas gol uradi hozir. Bizning niyatimiz 9 ta Garkas. Uzr, sekin tepib qo'ydim. Garkas adashibotdi. Yamanda Diaz. Ruben Diaz emas ekan, qiyofadosh shekilli. Olib qo'ydi va Tepishga hojat qolmadi bu yerda. Bu yerda esa Isofuni almashtirishga to'g'ri kelyapti. Charchab qoldi Isofu. Dominguez Isofu oxirgi golni urib ketmoqchi. Isofudan to'p olib qo'yildi. charchab qoldi Isofu Va out. Do'stlar, agar 9 ta qilolmasak, kechirib qo'yasizlar bir kunga. Gakpo sariq futbolchim. Alexander Anderson choldi. Unga sariq berildi Andersonga. Anderson ham o'yindan chiqdi. Garkas Mayo kalla bilan Harris tushdi, adashmasam Isofuni o'rniga. Va bu yerda ancha agar 9-0 qilib olmasak kechirasizlar. Zato yutyapmiz do'stlar. Bu yerda qanday ishtirok bo'lishi mumkin? Yelka bilan o'ynaldi-yu deya javob qilmoqda. Lekin bu yerda o'yinchilar taraf tamomila gol suqdi. Garkas ishondim men Garkasga. Garkasni kuchaytirishimiz kerak, futbolchilarni sotib. Harris. Wow, Harris вообще chiroyli debdi. Lekin Taylan Harris. Qarang, qaytadan ko'ramiz Taylan Harrisni tepishini. Wow! shtankaga tegib qoldi do'stlar. Wow! To'p yana qaytadan olindi. Ebay pas berildi, lekin Penha to'sqinlik qildi va 5-0 tugab qoldi. Va 5-0. Zo'r do'stim, mana bu o'yinni sizga ham obzor qilib ko'rsatamiz. Ya'ni ertangi shouda bu o'yinni biz ham endi ko'rib turishimiz.
adashmasam qiziq bo'ladi bu o'yin. Mana shu o'yinni obzor qilib beramiz do'stlar keyingi shouda. Do'stlar shu joyda siz bilan xayrlashamiz. Hozir sizlar bilan prizlarni olamiz. Priz mana 250 ming priz. Biz oldik. Bu Snails keldi bu yerda. Biz oddiy joyni olmoqdamiz. Yaxshi barrak keldi, barrak. Barrakni olishga harakat qilamiz keyingi videoda. Uzr do'stlar, xayr.